Nechi puldan bo'lib ketdi qo'zilar? Qo'yvaring dadam, qo'yvaring bo'ldi. Ey aka. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 25,5 dan berdi, tugadi qo'y. Hurmatli obunachilar, 2 million 550 ming so'mdan mana sizlarga. Ketdi. Aytam, haydash. Hayda. Ikki so'm bo'lib qo'ying. 20 ta qo'ying. Nereye qo'y? Qalli. Yo'q qarada. Yo'q qarada. Obunachilar, 2 million 700 ming so'm tanlab olishga to'rt donasi baraka bo'ldi hozir. 2 million 700 ming so'm. Assalomu alaykum hurmatli Nuriddin O'z kanali obunachilar. Nazar bemalol bozor mana qo'zi-qo'chqorlarni qatoriga o'tdi hurmatli obunachilar. Nechi puldan ekan bularga? Assalomu alaykum. 3,5 million so'mdan. Bir joyda qancha qilyapti aka bozor? Hurmatli obunachilar, bir joyda 3 million so'mdan bozor narxida berishyapti. Mana qancha bo'ldi aka bu boylangan? 3 bo'ldi bu 3. 3 million mana. Hammasi boylangan 3 million so'mga berdi. Bular Samarqand. Hurmatli obunachilar, masalan, qisir variantlar. Narxlariga 4 million so'mdan pul so'rab turishgan ekan. Bozor qancha qilyapti aka bularni? Bir joyda 3 million 300 ming so'mdan hurmatli obunachilar, bir joyda berishmayapti azizlar, qisirlar. Aka bozoringizni bersin. Qani? Ona bolalar mana sizlar, ona bolalar. Nechi puldan ekan? Ag'a bularga assalomu alaykum. 8 million so'mdan. Bolalari bittadami egizmi aka bular? 2 tane 5 ta bolasi. Ha, 2 ta qo'y 5 ta, to'g'rimi? Hammasi radmi? Hurmatli obunachilar, ona 2 ta, atak bolalari 5 ta. Bittasi 2 ta tuqqan, bittasi 3 ta tuqqan, bittasi bitta tuqqan. Mana shu. Bu erkak urg'ochi aralashdi, to'g'rimi aka bolalar? Bozor qancha qilyapti aka bular? Ikkalasini hurmatli obunachilar 13,5 million so'mga bermay turishgan ekan. İşte 2 ta ona qo'y, 5 ta bolalari. 3 ta bolasi bor, mana shu. Buni 3 ta bolasi bor. Buni shunda 2 ta bolasi bo'ladi, to'g'ri? Mana sizlar. Obunachilar qaranglar, biri qo'chqor, biri soluv, lekin uzoqdan qaraganingizda ikkalasi ham qo'chqor. Mana qo'chqorning narxiga 1,5 ming dollar edi. Adashmang. 1,5 ming dollar buni so'rayaptilar, mana buni qaranglar, jani. Qo'chqordan zo'r besh olgan. Bunisiga 1000 dollar pul so'rashyapti, hurmatli obunachilar. Mana sizlar, qo'chqormisan, qo'chqor. Aka, mana buni qancha qilyapti bozor? 14 million so'm. So'mda gaplashibdi oxir bozor. Hurmatli obunachilar, bozor bu mana sizlar 14 million so'm narxida berishmayapti sizlar. 14 million so'm. Mana bunachi aka? 9,5 ta. Mana bunisini bo'lsa 9,5 million so'm narx qilishdi, hurmatli obunachilar. 9,5 million so'm. Sog'lig'iga. Assalomu alaykum. Bolasi erkak urg'ochimi? Hurmatli obunachilar, ona bolaga mana 8 million so'm narx so'rashyapti. Onasi mana. Bozor qancha qilyapti og'a buni? 7 million dollar. Bermay turibsiz 7 ga. Hurmatli obunachilar, ona bolani 7 million so'm berishgan ekan. Bular bo'g'ozmi deyman deb. Bo'g'oz bittasi qisir. Mana bunisi jonivor bo'g'oz, kammi. Bunisi qisir. Mana bo'g'ozga qancha so'rayapsiz? 5 so'rayapman, javob. Mana. Hurmatli obunachilar, 5 million so'm pul so'rashgan ekan bo'g'ozga, 5 million so'm. Bo'g'ozni qancha qilyapti og'a bozor? So'rayapman. Bo'g'ozni 4,5 million so'm narxida hurmatli obunachilar. Qisiri 3,5 qiyapti. Berib turgan ekanlar. Mana qisiri bo'lsa 3,5 million so'm narxida. Obunachilar mana sizlarga boqqa qo'y. Qoralariga 3 million 300 ming so'mdan narx so'rashgan ekan. Mana qaranglar. Almut filmda durupga qo'yib oladi-yu, mana sizlarga dumlik. Narxiga 500 dollardan pul so'rashgan ekan. Qo'y boshiga 500 dollardan hurmatli obunachilar. G'ashlar bozor nima qildimi aka? 400 dollardan 800 dollarga beradi. Bozor hurmatli obunachilar 400 dollardan narxiga berishmayapti ashlarni qaranglar. Bering bitta zanga so'radi. Zanga so'radi. Obunachilar ichidan bir donasini tanlab olganlar 3 million so'mga boy mana sodasi bo'ldi. Hali ham sodasi pishyapti. Hali bermay turibdilar. Ichidan bir donasini 3 million so'mga tanlab olishgan. Ish bilan aka? 6,5 million so'mdan hurmatli obunachilar mana sizlarga sariq qo'chqorlar. Narxlariga 6,5 million so'mdan pul so'rashadi. Bozor qancha qilyapti aka bularni?
ikkalasini bir joyda hurmatli obunachilar 11 million so'mdan janob. Juda ozodda boqilgan. Qaranglar, yonida ishlasizlar, axlat. 11 million so'mga berilmabdi. Hurmatli obunachilar, mana qo'chqorlar, qo'chqorlar mana sizlarga 3 million 700 ming so'mdan narx so'rab turibdi aka. Aka bir joyda necha pul qildilar bo'ldi? 34 dan bermadingiz, pul bo'shasiz. Hurmatli obunachilar, 3 million 400 ming so'mdan bir joyda narx qilishga berishmayapti mana. Qancha bu sotasiz aka danga? 36. Qanaqa dastlabkili muammo yo'qmi bo'ladi? Kelishamiz uni ham. Yo'q demaysiz, kelishamiz, to'g'rimi aka? Necha nomer telefon nomeri? 93lik 536 42 63. Hurmatli obunachilar, mana. Kimga qo'zira kerak bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Dastlabki xizmati ham bor ekan. Aka obunachilar 3 million so'mdan baraka o'tdi. Qo'chqor qo'zira 3 million so'mdan. Hurmatli obunachilar, ne ko'z bilan qarasam, bu yoqda mana Muhammad qassob turibdi. Ey biqata kibr yoqmay, assalomu alaykum. Qanaqasiz? Qachon kibr yoqdimmi? Men peshanog'imni qaramay. Yangi partiyami bular? Yangi partiya kecha Mana hurmatli obunachilar, yangi partiya. 20 Voy jonivor. Bu qo'ylarni qo'riga tushib obzor qilmasam bo'lmaydi. 4,5 dan tanlab olishni beramidi? Bitta gap, eslang. Bir joyda qo'l bo'shatganga qanchadan? 4 million 200 mingdan. Ana, это другой дело deydi-ku. Hurmatli obunachilar, bir joyda olganga 4 million 200 ming so'mdan atak bo'la shirin gapni, aydoqsi ochiq gap. Keltirib qo'lni yaxshilab qilsangiz, undan ham pastga berishadi. Mana jonivorlar. Bu qattiq qo'yib, xudo xolisi. Surxondaryo. Surxondaryoni, mana hurmatli obunachilar, Surxondaryoni qo'chqorlari sizlarga. 99lik kodi bilan 746 4004 hurmatli obunachilar, aloqaga chiqarasizlar. 4 million 200 ming so'mdan bir joyda ketdi mana. Obunachilar 5 tasi 32 million 750 ming so'mga baraka o'tdi. Qo'chqorlar qaradi. Bitta, ikkita, 3 ta. Mana bu yerda ikkita, o'sha 5 ta, 32 million 750 ming so'm. Hojaga assalomu alaykum. So'misiz? Mana sizlarga. Obunachilar, 6,5 million so'mdan mana bu qo'chqorlar baraka bo'ldi. 6,5 million so'mdan. Yaxshiligiga boqinglar aka. Assalomu alaykum, Xormay aka. So'z necha puldan so'raysiz aka bularga? 6 million so'mdan. Bozor qancha qilyapti aka? Hurmatli obunachilar, 6 million so'mdan o'zlari naqshab turibdilar. Bozor 5 million so'mdan pul qildi, shularni berishmadi. 5 million so'mdan. Mana sizlarga. Mana sizlarga Arashan zotli qo'chqorlar narxlariga 6,5 million so'mdan pul so'rashyapti. Obunachilar 5,5 million so'mdan bozor narxiga ham berishmadi mana. 5,5 million so'm. Arashan zotli qo'chqorlar. Bozoringlarni bersak. Assalomu alaykum. Tog'a so'misiz. Necha pul aka tog'a bularga? Narxlariga 6,5 million so'mdan pul so'rashyapti shularga. 6,5 million so'm. Tog'a bozor qancha qilyapti bular? Bozor qancha qilyapti ikkalasidan bir joyda? 11 million 600 ga bermay turibsiz. Mana bozor 11 million 600 ming so'm narxi qilamiz. Ikkitasini bermabdi. 11 million 600 ming so'm. Xormay aka, assalomu alaykum. Necha puldan aka bularga? Oqiga 7,5 million so'm, sarig'iga bo'lsa 7 million so'm pul so'rayapti. Aka, men oqini bozor qancha qilyapti? 6,5 qilishdi, to'g'rimi? Mana sizlar, janob, oppoq qo'y qaranglar. Hurmatli obunachilar, 6,5 million so'm bozor narxida berishmayapti aslida. Mana ham lekin padarka narsa emas. Bunisini qancha qilyapti aka sigaretni? Buni 5 ga bermayapsiz. Ha, 5,5 ga beramiz. Bunisini hurmatli obunachilar 5,5 million so'm narxida berishmayapti. Qancha bo'ldi aka sizga? Ben egasi oladi. Aka qancha bo'ldi? 4,5. Mana hurmatli obunachilar 4,5 million so'mga baraka bersin. 4,5 nari bersizga bir joyda bermadi. O'zi oltidan so'rayapsiz. O'zi 6 million so'mdan so'rayapsiz. Hurmatli obunachilar, o'zlari yo odam olmayman, bemalol aka. Tijorat bo'lmaydi. Qo'chqorlarga 6 million so'mdan narx so'rashayotgan ekan, bozor 4,5 nari berilsa pul qildi qo'y boshiga. Berishmabdi. Mana. Ish bilan ekan bularga olmayapti. To'g'ri, so'radim.
Hammasi qo'chqor qo'zi. Qo'zi qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar. Hurmatli aka, narxlariga to'g'ri berasizlar pul so'rashyapti. Bozor qancha qilyapti aka bularni? Bozor 8 3,5 shunaqa qilib. Bir joyda narxiga bermayapsiz. Atalo 3 million 800 ming so'mgacha narxda assalomu alaykum. Aka so'msiz rahmat dogish. 3 million 800 ming so'mgacha narxda hurmatli yo'ldosh. Hammasini bir joyda. Akam bermabdilar. Aka reshlos sotasiz bularni? Ko'rg'osi beriladi. Bir joyda. Hurmatli obunachilar, bir joyda mana hammasini olgan. 4 million so'mdan bo'lsa berib yuboraman deyaptilar.